Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda kanalimda yangi rubrika qilmoqchiman. Ya'ni suhbat rubrikasi. Bu rubrikada sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugun sizlar bilan omad haqida gaplashmoqchiman. Omad tasodifan keladimi yoki uning uchun qandaydir harakat qilish kerakmi? Erkak kishiga omad bir marta beriladi deyshadi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Bizning media makonda omad bu tasodifan keladigan odamning boshiga qo'ngan baxt qushi kabi tasavvurlanadi. Aslida insonning omadi qachon keladi? Insonning omadi qachonki u o'zini ustida ishlashni boshlaganda. Ya'ni har bir qilayotgan ishini aniqlik, agar u ishda bilimi bo'lmasa, o'sha bilimlarni egallab keyin u ishni bajarsa, o'shanda omad kelishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bizda juda ham ko'p tarqalgan bilib bilmasdan har ishni qilaveramiz va chala-chulpa bo'ladi. Shu sababli juda ham ko'p omadsizlikka uchraymiz. Ya'ni o'sha ishlarimiz o'xshamaydi va u ishdan ko'nglimiz qoladi. Keling sizlarga bir misolni ko'rsataman. Ko'pchilikning boshidan o'tgan. Rossiyaga ishlash uchun rus tilini bilmasdan borgan odamlar, misol uchun yurtdoshlarimiz, ko'pchiligi qiynalishadi til bilmasligi va u yerda boshqa bir O'zbekistonliklarni qo'liga qarab qolish yoki aldanish holatlari ko'p bo'ladi. Bu nimadan? Bu o'sha yurtga borayotganda uy joyni o'rganmasdan, u yerning tilini, u yerning madaniyatini, umuman o'sha qayerga boryapti, nimaga boryapti va u yerda qanday qilib muammolardan chiqish, qonun qoidalarini o'rganmaganligi sababli har xil shu militsiyaga tushish, deport bo'lish va qamalish kabi holatlarga duch kelishadi va shu Rossiyaga borib maqsad pul topish bo'lgan bo'lsa, o'sha pulini topa olmasdan yo qamaladi, yo boshqa bo'ladi, yo deport bo'lib qaytishadi. Bu oddiy bir misol, ko'pchiligimizda uchragan va hozirgi kunda ham uchrayotgan misollardan biri. O'rtoqlar, bu mening shaxsiy fikrlarim barchasi. Siz o'zingizning fikringizni kommentariyada bemalol yozib qolishingiz mumkin va bu fikrimga siz qanchalik qo'shilasiz, shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi video nomidagi savolga javob beraman. Sizning omadingiz qachon keladi? Sizning omadingiz qachonki har qanday ishga yondashganda albatta birinchi tomonda nazariy tomondan o'rganib chiqing. Uni tahlil qiling. Qanday qilinadi, qanday bo'ladi, o'zi odamlar qanday qilgan va shularni o'rganib chiqqandan keyin u ish bilan shug'ullaning. Bu hayotda qanday sizni hayotingizda uchrashi mumkin bo'lgan har qanday hodisa va vaziyatlarda. U xoh biznes bo'lsin, xoh oila bo'lsin, xoh ovqatlanish bo'lsin, xoh o'sha nimadir qurish bo'lsin, farqi yo'q. Avtomobil, hammasida birinchida boshqalarning tajribasini o'rganing. Boshqalarni o'sha nazariy kitoblarni, masalan, qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, qurilish borasidagi video roliklarni tomosha qiling, qanday nima qilinadi va shularni o'rganib turib, o'sha ishga kirishsangiz, o'sha ishingiz o'xshashi va o'sha sohada muvaffaqiyatga erishishingiz, omadingiz kelish ehtimoli ko'tariladi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu ma'lumotlarni o'rganayotganingizda, o'sha istalgan sohangizni o'rganayotganda o'zini tartibi bo'yicha o'rganishga harakat qiling. Misol uchun, siz uy qurishni o'rganyapsiz va fundament, ya'ni beton ishlarini qilmasdan, poydevorni qurmasdan g'isht terishni o'rganib va buni o'zingizni hayotingizda amaliyotga tatbiq qildingiz va yerni o'ziga g'ishtni terib ketdingiz. Bu noto'g'ri, to'g'rimi? Shuning uchun hammasini tartib bilan o'rgansangiz, siz o'sha sohani, o'sha
har qanday hayotingizdagi vaziyatda o'sha vaziyatni egasi, sohibi bo'lasiz. Buning yana bir foydali tomoni, sizni aldamoqchi bo'lgan odamlar yolg'on gapirayotganda ularning yolg'onini bilib turasiz. Hozir mana shu aytganlarimni hayotingizdagi barcha ishlarga tatbiq qilib, o'zingizga qoida qilib olsangiz, albatta bir kun emas bir kun siz biron bir ishda muvaffaqiyatga erishasiz. Ya'ni har bir ish qilayotganingizda uni tartibga solib, uni yaxshilab o'rganib, keyin u ish bilan shug'ullaning, ya'ni u ishga kirishing. Omadsizlikka, turli kutilmagan holatlarga uchrashingiz anaqasi kamroq bo'ladi. Endi men esa mana shu sizlarga chiroyli ko'rinayotgan yovvoyi o'tlarni chopib tashlashim kerak. Xullas do'stlar, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu rubrikam sizga yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.